Men hozir Skandinaviyada emasman, Kanada, Amerikada ham emasman. O'zbekistonda aynan shunaqa dacha bob uylarni tayyorini qurib berishayotgan ekan. Bu uylarni siz xohlasangiz ko'chirib boshqa joyga qo'yasiz, xohlasangiz yashab qaytib sotib olsangiz ham bo'ladi. Bu O'zbekistonda birinchilardan shu ishni boshlashdi. Hozirdan bitta like bosib qo'ying, tasavvur qiling, dachami yeringizmi bo'lsa bo'ldi. Bitta telefon qilasiz, ko'tarib o'sha joyingizga o'rnatib berishar ekan. Mana ko'chalarga mana bunaqa narsalarni ham qo'yib, olovlar yoqib, og'aynilar bilan dam olib o'tirsa bo'ladigan, gitaralarni chalib olib, ashulalar aytib o'tirsa bo'ladigan вообще dahshat atmosfera ekan. Yuring, bitta uyni ichini ko'rib chiqamiz. Hozirdan bitta like bosib qo'ying. Bu haqiqiy polni ichi ham tashqarisi ham yog'ochdan yasalgan. Shuni hisobiga uy nafas oladi. Tasavvur qilasizmi? Misol Amerika, Kanada, o'sha Skandinaviyalar aynan shunaqa sistema uylarga, yog'och uylarga o'tib ketib bo'lgan. Chunki ekologik odamga zarari yo'q. Ya'ni betoni yo'q, zax bo'lmaydi. Arzimagan past elektr toki yoki svet, gaz bilan ham isitsa bo'ladi. Bu o'tki misol uchun солнечный panel qo'yib, отопление qo'yasiz bo'ldi. Arzimagan bitta kichkina pechka bilan isib ketaverar ekan. Eng zo'r joyini aytaymi? Bu uyning ichida, mana sanuzelar, hammomi, undan tashqari saunasigacha bor. Sauna. Keyin tashqari tomonda aynan o'sha saunani isitish uchun o'tinda yoqib isitdilar ekan. Misol uchun o'zi haqiqiy saunalar bilasiz, elektrda emas, o'tinda isitilsa zarari bo'lmas ekan. Bu yoqda spalniylagacha bor. Mana qarang, uy shunchaki yorib yuborilgan. Bu uyni yoki dachani deydimi? Olgan bo'larmidingiz? Men o'zim voshqa qiziqib qoldim. Qanaqadir uzoqroq Chorvodanmi, chetroq joydan kichkina bir sotiqli joy olib, shuni alo, mana shunaqa uy kerak edi, qo'yib keting desiz, bo'ldi, qo'yib ketishar ekan. Buni etili oylab, yillab uchastka qurgandek, sement tashib, g'isht tashib, umringizni o'tkazmas ekansiz. Ustida boqish qancha umr ketadi bilasizku, ustida ham boqib o'tirmaysiz. Shundoq telefon qilasiz, tamom. Bu qizig'i, qarang, 2 xonali, 40 kvadrat degan taxminan narxi $19,000 atrofida ekan. 19,300 mi shunaqamidi? 19,400 ekan. Ketdi endi. Sal yana kichirog'ini ko'rsataman. Mana bu saunasini isitadigan pechkasiga bunga o'tini tiqib yoqasiz bo'ldi. Juda ham xavfsiz ekan. Ya'ni yonib ketmas ekan joy. Shunga moslab chiqarilgan ekan. Bu birinchi ko'rganingiz 40 kvadratli. U sal kattalik qiladi. Kichikroq, arzonroq bo'lsa, siz aynan shunaqa ko'rinishdagi 31 kvadratli xilini ham yasab berishar ekan. Tashqarisida bunaqa tapchanli joylari ham bor ekan. Buni vidini ko'rinishiga o'zingiz bitta baho bering. Tepada mana qarang. Telefon berib turing. Bolaxonasi deydimi? Bolaxona. Bu yoqqa tepaga taxminan 4-5 kishi bemalol uxlasa bo'lar ekan. Voydo. Maza qilib. Ham buni ichida ham xuddi shunaqa saunasi, sanuzili, hamma narsasi bor. Tayyor joy ekan. Mana. Gap yo'q. Exotic Eco dacha degan tabiiy yog'och dachalarni yasab ko'tarib olib borib berishar ekan. Bu haqiqiy ekologik mahsulot. Men nomerligi, profilligini qoldiraman. Aloqaga chiqib, yana batafsil narxini, necha kunda yasashadi, hammasini gaplashib olsangiz bo'ladi. O'ylab ko'ring, siz yeringiz bo'lsa, dachangiz bo'lsa, mana shunaqa narsani qo'yib qo'ygan bo'larmidingiz? Bunisi narxi arzonroq. Bunisi $16,400 ekan. Zo'ra. Bu videoni srochniy hamma sinfdoshlar, qarindoshlar kanaliga shunday silkasini olib tashab qo'ying. Yoki bolalar bilan pul yig'ib tashashib, kimnidir agaroti bor-ku, qayerdadir suvni bo'yida yerlari. Tashashib 2000-3000 dan shuni olib borib qo'yib qo'ysanglar bo'ldi. Hech qanaqa dacha sotib olishingiz yoki arendaga olishingiz shart emas. O'zingizlarda tayyor dacha bo'ladi. Bitta like bosib, обязательно fikringizni qoldiring.